Aslen mana bugungi mavzuyimiz qachon raddomga borish kerak. Mana ayolimiz keldilar 36 hafta 5 kunlik. O'zi odatda tug'ruq qachon tabiiy tug'ruq norma hisoblanadi. Qachonki 37 haftadan boshlab tug'ruq boshlansa to 41 hafta 3 kunlikgacha deb yozilgan prikazlar bo'yicha 41 hafta 37-41 haftalik orasida tug'ilgan bola norma hisoblanadi. U tabiiy tug'ruq shunday muddatda tug'ilishi kerak. Shunda bola sog'lom bo'ladi. Endi undan oldin tug'ilgani erta tug'ruq, undan o'tib ketgan tug'ruq bo'ladi. Donoshinniy deb aytiladi. O'sha uchun biz nima qilishimiz kerak? Tabiiy tug'ruq uchun tug'ruqqa to'g'ri olib borish kerak. Ya'ni aytib o'tdim, 35-36 haftalikda mana bugun qizimiz послушный raddomga boradi. O'zi vrachi bor, chaqirtirgan ekan, borish kerak. Albatta mazok analizlar, qon analizlar topshirish kerak va tug'ruqqa tayyorlanish kerak. Shaykasini albatta servikometriya qilib shaykani точно o'lchash kerak bo'ladi. Simfiz suyaklarni o'lchatib olish kerak, varikozlarni ko'rish kerak. Varikoz qon tomirlarida tromblar tiqilmagan, shuni ko'rish kerak. Ayol o'zini yuragini ekokardiografiya qildirish kerak tug'ruqqa ketishdan oldin. Qolganini keyingi postlarimda aytaman, kuzatib boringlar.